bir og'iz gapimga uyni tashlab chiqib ketsa-ya, men nima dedim? Men nima qildim? Hozir yuragim to'xtab qoladi. Ey Xudoyim. Endi nima qilaman? Bir o'zi hayotdek hovlida, bir tashlandiq insondek erimdan ayrildimmi? Qaysi gunohlarim uchun men nima qildim? Uzr. Qayoqqa ketyapsiz? Tanimadingizmi? Yo'q, tanimadim, uzr. Yangimisiz? Ha, yaqinda ishga kelgandim. Men shu yerning xo'jayini ayoliman. Shunaqami? Uzr, kelinoyi. Xo'jayin xonasida emasdi, kelinoyi. Kalit sizdami? Ha, menda. Oching. Xo'jayingiz bugun ishga kelmadimi? Yo'q, kelmadilar. Nimagaligini aytmadimi? Yo'q, xo'jayin bo'lsalar bizga hisob berishmaydi-ku. Qayerda yuribdi ekan? Oy, kiring. Dada? Dada! Biz keldik, dada.